Real Madrid hamda Barselona Superkubok finalida maydonga tushadi. Real va Barselona ketma-ket 4-marta Ispaniya Superkubogi finalida to'qnash keladi. Ikki jamoa o'rtasidagi Superkubok finali shu yilning 11-yanvar kuni o'tkaziladi. Bu El Clasico tarixidagi yana bir muhim to'qnashuv bo'ladi. 11-yanvar sanasida bo'lib o'tishi kutilayotgan shiddatli o'yinni dunyo futbol ixlosmandlari intiqlik bilan kutayotgani shubhasiz. O'yin Saudiya Arabistonining Jidda shahridagi King Abdullah Sport City stadionida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Eslatib o'tish kerakki, ikki jamoa Superkubok finalida ketma-ket 4-marta uchrashadi. Bu uchrashuv har ikki klub uchun ham katta ahamiyatga ega. Real Madrid yarim finalda Atletico Madridni 2-1 hisobda mag'lub etib finalga chiqdi. Barselona esa Atletik klub ustidan yirik 5-0 g'alaba bilan finalga yo'l oldi. Ispaniya Superkubogining amaldagi g'olibi Barselona hisoblanadi. 2025-yilgi turnir finalida jamoa Madridning Real klubini 5-2 hisobda mag'lub etdi. O'yin 11-yanvar kuni Jidda vaqti bilan 20:00 da, O'zbekiston vaqti bilan esa 23:00 da boshlanadi.